Bu ajib hikoyani Turkiya madhiyasini yozgan shoir adib Mahmud Akif Ersoy shunday hikoya qiladi. Masjidlardan biriga kirib turardim. Masjidda 85 yoshlar atrofida bir qariya namoz o'qib, hong yig'lardi. Bu holatni bir necha bor ko'rganimdan so'ng sababini so'ramoqchi bo'ldim. Yoniga borib salom alik qilgach, maqsadimni aytdim. Shunda qariya, agar sababini aytsam yuragim to'xtab qoladi deb qo'rqaman dedi. Qistab so'rayverganimdan so'ng boshidan o'tgan voqeani ayta boshladi. Men bir paytlar Sulton Abdulhamidxon qo'shinida mingboshi edim. 1000 ta askarga rahbar edim. Ish ko'pligidan oilamga qarashga kam e'tiborli edim. Oilam, bola chaqam bilan mazza qilib, dam olib rohatlanib yashashni istardim. Qilayotgan ishimda ko'p og'irchiliklar bor edi. Shuning uchun sultonga ishdan bo'shatishni iltimos qilib maktub yozdim. Har safar maktub yozganimda rad javobi kelar edi. Bir kuni Sulton Abdulhamidxon keladigan joyga borib qoldim. Taqdir bo'lib, uning yoniga bordim va salom berib o'zimni tanishtirdim. Xat yozganimni va rad javobini kelganini, endi esa yuzma-yuz turganimni aytib, ishdan bo'shatishlarini yuzma-yuz so'radim. Sulton o'ylanib turdi. So'ngra qo'li bilan ishora qilib, "Sen bo'shatilding" deb otida yurib ketdi. Men uyimga qaytdim. O'zimni tirikchiligim, oilaviy hayotim bilan qorishib ketdim. Bir kuni tush ko'rdim. Bir kuni tush ko'rdim. Bu tush meni hayotimni butunlay ag'dar-to'ntar qilib yubordi. Men tushimda Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim. U zotning yonlarida Sulton Abdulhamidxonni atroflari to'la askarlari bilan jamlanib turganini ko'rdim. Ammo 1000 tacha askar har qayoqqa tarqab turardi. Shunda Sayyidimiz sallallohu alayhi va sallam, "Nega bu askar parokanda holda, ey Abdulhamid?" dedi. Shunda sulton, "Ey Allohning rasuli, u askarlarning mingboshchisi qo'yarda qo'ymay ozod qilishni so'rayvergach, uni javobini berib yubordim" dedi. Shunda Sayyidimiz sallallohu alayhi va sallam, "Unda sen bo'shatib yuborgan mingboshini biz ham bo'shatdik" dedilar. Biz ham bo'shatdik dedilar. Biz ham bo'shatdik dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz ham bo'shatdik dedilar. Qancha insonlar mana shu darajalarni musulmon holida yo'qotib yashamoqdalar. Bir insonga bir insonni hojati tushadi. Bir inson bir yaxshilik qilish imkoniyati bo'ladi. Alloh taolo uni bir joylarga qo'yib sinab, ana shu joyda uning iymonini sinab ko'radi. Ammo inson ba'zan mana shu sinovdan o'ta olmay qoladi. Qaysi birimizga qaysi taqdir belgilangan bo'lsa, unga rozi bo'lib yashash lozim. Ichida yashin sirlarni bilmasmiz. Nega bunday bo'ldi? Nega ular zo'r yashashadi? Nega menga faqat musibat keladi? Musa alayhissalom yigit bo'lib Misrdan Fir'avn oilasini zulmidan qochib, Shuayb alayhissalomning yurtlari Madyanga kelib qoladi. Qorni ochligidan o'tlarni yeb kun ko'rganidan og'izlari yorilib ketgan edi. Lablari bargning rangidek ko'karib qolgan edi. Barg yevorganidan og'izlari ko'karib ketgandi, tillari ko'karib qolgan edi. Allohning eng ulul azm payg'ambarlaridan edi. Quduq yonida mol qo'ylarni sug'orayotgan odamlarni tomosha qilib bir soyaga kelib o'tirdi. Shunda ikki qizni uyalib mollarni sug'ora olmayotganidan bilib uni sug'orib berdi. Evaziga hech narsa talab qilmadi. Qaytib kelib soyaga o'tirib,
Robblariga duo qildi. Ey Robbim, holimni mendan ko'ra yaxshi bilguvchi zotsan. Albatta sendan keladigan yaxshiliklarga faqirman dedilar. Albatta kuchli mo'min kuchsiz mo'mindan yaxshiroqdir. Bizlar taqdirimizga Allohning qanday sinovlari yozilgani-yu, qaysi birida roziligi borligini bilmasmiz. Faqat taqdirga rozi bo'libgina rozilikka erishamiz xolos. Hamma narsasi bo'lib, shikoyat bilan yashovchi roziligini topa olmaslik eng katta baxtsizlikdir. Hech narsasi bo'lmay turib, rozi holda roziligini topish bu ulkan baxtdir. Zero har bir ummat uchun og'ir so'z. Biz ham bo'shatdik so'zi kelishi mumkinligini o'ylab ko'ring.